Assalomu alaykum. Hurmatli chorva va qo'y ishqibozlari. Bugun biz Namangan viloyat Pop tuman Chodar qishlog'idamiz. Bugun 1-iyul 2026-yil. Mana sizlarga 20 bosh ishakka o'xshab qolgan, o'sha ishakdek bo'lib qolgan ishak damini beradigan qo'zi qo'chqonlarimizni obzorini qilib beramiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Hammasi chiroyli, havas qiladigan qo'zi qo'chqonlar. Jami 20 bosh. Albatta videoda kamchiliklar bo'lishi tabiiy. Sababiki bizda video montajsiz ketadi. Montaj qilib, chiroyli qilib, yo'q narsani bor qilib ko'rsatmaymiz. Boricha ko'rsatamiz. Hozir bitta yo'g'izni ham ko'rsatamiz mana. Yeb ichishi, sog'lig'ida muammosi yo'q. Yeb ichishi, sog'lig'iga 1 hafta 10 kun garantiyasi bor. Videoni ko'p ham cho'zib o'tirgim yo'q. Zerikarli qilib, cho'zib nima qilishga hojati yo'q. Mana. Maqsad sotish. Maqsad sotish bo'lgandan keyin bu narxini aytib, nima qilishga emas, narxiga o'tamiz. Puliga kelsak, bir joyga ketsa, bir qo'lda ketsa, optim 20 ta hammasi 4.300.000 dan bir qo'lga olsa 20 tani. Agar tanlab olaman desa, ichidan tanlab olaman desa, bitta oladim 10 dollarni tanlab olish 4,5 milliondan bo'ladi. Hozir telefon nomerlarimizni videoning pastida ham yozib qoldiramiz. Men hozir bir qator eslatib o'taman. Aloqa uchun telefon nomer 94 264 82 33. 93lik kodi bilan 264 82 33. Mana qo'zlarning sifatiga maqtash shart emas bu qo'zlarni. Shundoq sifatini o'zi aytib turibdi. Yaxshi molni maqtashni keragi yo'q. Mana. Albatta videoda xato kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr. Anchadan buyon video ham chiqarmayotgandik. Sababi bu 20 ta 30 ta 50 ta qo'zi shundoq yalonga qo'ymasdan sotilib ketyapti. Videodagi kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Videoni ko'p ham cho'zib o'tirmayman. Telefon nomerni yana biroz eslatib o'taman. 94 264 82 33. E'tibor uchun rahmat. Hamma chorvasiga baraka bersin.